города Москвы. Давайте поприветствуем. Подготовки юбиляра Балшиков Абрамович, фамилия председатель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член консультативного совета по делам национальности Московской области Мухтасаров Тарис Шамильевич Шакирьян. Gaya Zarich tomondan kelgan, Gaya Zarichni chaqiramiz. Zo'r rahmat sizga kelganingiz uchun. Zo'r rahmat. По возрасту. По росту. Фарид, не смущайтесь. С вами. Вы сегодня вызвались по-простому, я время пригласил. Вот, у меня другое еще преимущество есть, кроме роста. Я еще поэтому открытый экзамен большим голосом. Старшинство. Очень красиво. Динар Фейсханов. Комсомол Динар Фейсханов. В этой аудитории говорить о Динаре достаточно непросто, потому что зрительская аудитория знает его с малых лет. И действительно, он вырос на наших глазах. И все мы о нем знаем, может быть, даже то, чего он сам о себе не знает. Но взгляд со стороны иногда полезно услышать о себе слова, да, Динар? Поэтому Динар – это один из нас. Это человек, болеющий за татар. Это самородок, который сделал сам себя. Если посмотреть на звездное небо, которое мы видим за своей спиной, и представить себе на мгновение, что это татарская национальная культура в общем виде, то Динар Фейсханов – это одна из самых ярких звездочек на этом фоне татарской национальной культуры. Динар – личность неординарная. Вы видите, каждому входящему он дарит в ответ подарок. И обратите внимание, это шоколадка, и это не какой-нибудь там сникерс, а это шоколадка вдохновения. И здесь он проявляет свой, творческий подход к такому, казалось бы, простому делу. Поэтому, дорогой Динар, мы желаем тебе в дальнейшем творческого вдохновения. Мы убеждены, что ты на пике своей творческой деятельности, но этот пик – это не самая еще вершина, поэтому твоя вершина еще впереди. И мы будем внимательно следить за твоим творчеством и регулярно приходить на твои концерты, чтобы еще раз убедиться в этом. Поэтому, завершая свое выступление, хочу сказать, что Динар – это певец, это музыкант с большой буквы, это композитор, это популяризатор татарской национальной культуры. А в настоящее время это очень актуально – популяризация всего татарского, в том числе татарской национальной культуры. Поэтому разрешите от имени Татарской национальной культурной автономии, от Татарского культурного центра города Москвы вручить ему благодарственное письмо. Награждается Динар Фейсханов за высокое исполнительское мастерство, популяризацию национальной культуры и татарского музыкального искусства, за сохранение обычаев и традиций татарского народа. Совет Татарской национальной культуры. Assalamu alaikum, kıymetli dostlarım, İslam dostlarım. Ильдар, ты пока поешь, я буду жить. Конвертик, взятка.
qilib, jabran ta'lim beruvchi kishilarimiz. Zo'r rahmat sizga. Ketmag'iz. Группа поддержки. Endi ular ruscha bilganlarini ko'rsatdilar, men to'toqcha bilganligimni ko'rsataman. Mana shunday o yerlarga turishgan sayin har vaqt boshda ortqa qaraysan da o'ylaysan. O'sha birinchi topqir ko'rdik deb. Shu ko'rgan har vaqt iskasiram, endi uni iskasiru ul aybat bilar. Mana bizning bunda yog'ini saqtaga Dilafruz xonim chiqib kirdi. Biz Dubnada 91-yilda Totar jamiyati uyushtirgach, men Moskvaga yeri boshladim. Shunda yeri bir zo'r yubileyniy chorada Dilafruz xonim bilan tanishdim. 95-yil. Shundan biz olib ilmtada 96-yilda biz Dubnada o'zimizning Totar jamiyatining prezentatsiyasini жасайбыз. Dilafruz xonim o'zining teatr bilan kelib kirdi. O'zimizning Dom kulturada onda ilk motor shara olan spektakldan ko'rinishlari, ijrolar. Shunda bir malay o'tira o'rindiqda. Shunday zishniy bir ruslar qo'shtar tovush bilan motor etib garmonda o'ynab ijrolaydi. Qarasam bu balakay malay ismi Shek Dinar. Maktabda o'qigan malalar 90 maktabda o'qidim. Mana shundan beri men bilamki, shundan beri bizning mana Dilafruz xonim bilan da bu bizning Dubnada birinchi Moskvadan Totar artistlari kelib bo'ldi. Ular da yoshlarda shundan beri biz ular bilan ilmda hamda 96-yilda o'zimizdan uyushmaga 25 yil to'lganda, u 91-yilda biz uni yasadik endi. Shunda uni kinoda chaqirdik, Dubnada kelib ol ijrolab ketdi bizning Dom kulturada ham onda shu yilda yozilgan videozapисni biz ekranda ko'rsatdik. Orada dialog ijrolab o'tirib, Dilafruz xonimga berdim, chaqada balkim kelib yetgandir deb o'ylayman. Shunda bu bilan tarix bilan shuni tarix. Shu orada Dinar shu ko'z oldinda menda jamiyat sakrab ketgach, bunda uning ismini ko'p eshitib turdim, hamda uning o'sishi bizning ko'z oldinda bo'ldi. Shunda mana Anvar aytmoqchi, u mana Totar xalqining shunday bir oltini, chunki Manda o'sib Totarsani yaxshi o'rganib, atalilarda endi zo'r rahmat. O'rganib, mana shunday holda o'zi jurlar yozib, so'zlar yozib, mana shunday holga yetib, shunday artist bo'luvi, u uning o'zining tirishligi orqasida ham uning talanti. Shunga ko'ra mana uning bilan men tog'im o'rtoqlar endi o'zimning ismimdan da bizning Totar jamiyati ismini tog'im tabriklayman ham kelajakda da albatta o'ngishlar tilayman, bek zo'r o'ngishlar. Mana so'z ordan so'z javob etdi. Bizning 24-martda biz Moskvada mana o'zimizning shu Totar kultura yurtida Moskvada Tatarskiy centrda endi o'zdirashamiz. Kecha u Fadis Yarulining 80 yoshini boshlangan. Totar xalqining Nikolay Ostrovskiy deb ataladi. Mana so'z chiqdi-da, Dinar aytadi, Fadis o'zining she'rlarida yozgan she'rlardan bor deydi. Shunday deb men mana shu bunday chiqqandan foydalanib sizda 24-martga Moskvadagi aktiv zalga shu Totar kultura yurtuna Malay Tatarskiy перевод до 8-ga chaqaram soat 2lar tirasini onda bizning bo'lajak bit zo'r shara Fanisiyani boshlagan onda biz Dinar albatta shunday sirlayacak onda qatnashacak. Shunga ko'ra mana shunda sizni chaqaram boringizda shunda da kelingiz. Ham bu butunlay iltimoslar Dinarga balakayga ko'chtanish va uni oltin paket ol balakay. Uning ishida Peki duhovni sostavляющий big zo'r. Bunda har vaqtda oilada baxt bo'lsin. Bolalar totarsha bo'lib o'ssin deylar. Ham bo'lgan o'rinlarda istalik deb. Mana unda bizning Dubnada bo'lgan big batur buklet. Oilaga bag'ishlangan unda big zo'r мысли мудрых degan narsa oilada nechik bolalarni tarbiyalarga nechik oilani yaxshiliklarga shunday big yaxshi broshur o'zimiz yasagan. Ham bolalarni totarsha o'rgatuv turida unda bizning motor xristomatiya display приложены, что zo'r содержание начальства ашлай бүләген кирә. Зур рәхмәт. Киләчәктә дә уңышлар, бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт, захтагасы булды. Зур рәхмәт. Жырларга вакыт бит. Рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Dinardan da rəhmət, teşekkür ederim. Şimdi
Hozir mana tire musiqa tovushini qo'shilib jalollarni mana men bit yaratgan do'stlarim mana yigitlar o'zlari o'ynamadi so'zlar o'ynab ko'rsatingizlar tovushchilaringizlar Hamid hozir bizning xalqimizning yaratgan bir jillar berasim keladi sizga birga jilingizga o'xshanib qoladi Rizvon Hakimov iyi Ravish Sho'rag'ulov so'zlari aytmaslik tovush so'zlari